Dinozavrlar eramizdan 65 million yil avval yashagan bo'lib, juda katta hajmdagi meteorit sayyoramizga urilishi natijasida qirilib ketganlar. Ibtidoiy davr esa eramizdan 2-3 million yil avvalga to'g'ri keladi. Bu davrda ibtidoiy odamlar yashagan bo'lib, ular o'z ehtiyojlariga yarasha toshlardan mehnat qurollari yasab olganlar. Bu qurollar bilan ov qilganlar. Toshlarni bir-biriga urib olov chiqarishni o'rganganlaridan keyin parranda va hayvon go'shtlarini pishirib yeya boshlaganlar. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zayper. Bugungi videoda biz o'sha dinozavrlarning qotili haqida gaplashamiz. Xo'sh, dinozavrlar qanday halok bo'lishgan? Buning barchasiga javob topamiz. Birinchi bo'lib boshlaymiz. Dinozavrlar qachon yashashgan? Xo'sh, dinozavrlar ilk bor Trias davrida paydo bo'lishgan. Bu eramizdan 200-250 million yil oldin bo'lgan. Keyin esa hammamiz bilgan Yura davri. Ushbu davr 200 hamda 145 million yil oldin bo'lgan. Eng oxirgisi esa Bor davri. Bu 145 hamda 66 million yil oldinga to'g'ri keladi va bu davrda 40 dinozavrlar qirilib ketishgan. Va ko'plarning fikricha Megalodon dinozavrlar davrida yashagan. Aslida bu xato, sababi Megalodon dinozavrlar o'lganidan 48 million yil o'tib paydo bo'lgan. Dinozavrlar esa jami 160 million yildan ko'proq hayot kechirishgan va yerda hukmron bo'lishgan. Dinozavrlarning yirtqichlarining eng balandi taxminan 5 metr, boshlarini ko'targanda esa deyarli 7 metrga yaqin. O'txo'rlarning eng balandi esa 35 metrga yetgan. Bu juda katta. Asteroidning tezligi va hajmiga kelsak, u hosil qilgan krater chuqurligi taxminan 20-30 kilometr, ammo bu hozirgisi, oldinlari ham bundan kattaroq bo'lgan sababi million yillar vaqt davomida uni qum va chang bosib qolgan. Uzunligi ham ancha katta. Xo'sh, asteroidning diametri qancha bo'lgan? Uning diametri taxminan, hajmi esa taxminan 10-15 kilometr. Bu juda katta. Xo'sh, dinozavrlar ushbu zarbadan keyin halok bo'lishgan. Bundan keyin esa yer o'zini juda katta vaqt mobaynida tiklagan. Bu vaqt esa juda katta, taxminan 6-10 million yil davom etgan. Aynan shundan keyin biz bilgan o'sha mashhur Titanova nomli ilon paydo bo'lgan. Ya'ni u dinozavrlar davrida yashamagan. O'zi to'g'risi dinozavrlar davrida biz bilgan maxluqlar umuman yashamagan. Dinozavrlar davrida faqat dinozavrlar yashagan. Asteroidning tezligiga kelsak, tezligi ham chakki emas, juda tez, sekundiga 20 kilometr. Bu sizga sekin tuyulishi mumkin, lekin bu juda katta. Masalan, dunyoning eng tez samolyoti bo'lmish F-22 Raptor soatiga 2000 hattoki 3000 kilometrgacha chiqishi mumkin. Bu asteroid esa sekundiga 20 kilometr, ya'ni F-22 Raptordan 30 marotaba tezroq.